Hurmatli obunachilar, shuning bilan ish faoliyatim yakunlanar ekan. Bugun ochig'ini aytaman, 3 ta zakaz bajarib, to'g'ri 50 ming so'm atrofida ishlagandirman. Lekin o'zimizni kompaniyaga o'xshab normal to'lash darajasi yuqori bo'lsa ham zakaz juda kam ekan. To'g'ri, men ishlagan filialda zakaz juda ko'p va oqim juda kuchli bo'lganligi uchun to'lanish darajasi o'ynaganligi uchun farq bo'lgandir. Hurmatli obunachilar, iltimos sizlardan bu video Shavkat Mirziyoyevichga va Rossiya prezidenti Vladimir Putinga va Yandex kompaniyasining direktoriga yetib borishi uchun harakat qilinglar. Instagram va YouTube kanallarda bu efir qo'yiladi. Hozir bir 5 daqiqa ichida. Sababi shuki, iltimosim shunday iboratki, mana akkauntimni, Yandex'dagi akkauntimni ochib berishinglarni so'rayman. Rus tilini yaxshi bilmayman, o'shaning uchun o'zbek tilida gapirishga harakat qilaman. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, hurmatli Vladimir Putin, hurmatli Yandex kompaniyasining direktori. Direktor ism familiyasini bilmaganligim sababli buni ayta olmayman, chunki noto'g'ri gapirib qo'ysam javobgarlik tortilib ketishi mumkin. Men To'xtayev Shuhrat Tohir o'g'li 1996-yil 13-avgustda tug'ilganman. Shu Yandex kompaniyasiga 2024-yil 31-avgustda ulangan edim. Lekin ba'zi sabablarga ko'ra 2025-yil iyun oyida blok bo'ldim birinchi marta bir umrliga va sentyabrda boshida bir umrliga ikkinchi marta blok bo'ldim. Mana sentyabrda mana 24da, ya'ni 25da yana bir umrli ketma-ket tushaman. Sababi shundan iboratki, zakaz tushyapti, qabul qilyapman, boryapman-da, zakazchilar aytmay qo'yapti. Bundan oldingi safar esa rahmdillik qilib mana bu zakazni aka yo opa yo singil kuta olasizmi yo'qmi deb rahmdillik qiluvdim. Lekin oxirgi safargisi mani aybim yo'q, lekin buni klientlarning aybi deb bo'ldi. Hurmatli Yandex kompaniyasi, profilimni ochib berishingizni juda qattiq iltimos qilaman. Imkoniyat bo'lsa ochib bering, iltimos sizdan. Sababi mana davlatning juda katta miqdorda kreditim bor. Bir kun ishlamasam men uchun juda katta minus tamom adashmayman. Kreditimni summasini ayta olmayman, chunki men bu narsani haqida ijtimoiy tarmoqqa qo'yishni istamayman. Vaqt keladi aytaman hamma narsani. Iltimos sizlardan bu video tegishli joylarga yetib borishini ta'minlash maqsadida Instagram va YouTube kanallarida bu video o'chirilmaydi. Kimda-kim menga telefon qilib turib, bu videoni o'chir, u bu desa xafa bo'lmasin. O'zini olib borib kelishim mumkin. Men hech narsadan qo'rqadigan odam emasman. Yo'qotadigan hech narsam yo'q. To'g'ri, nogiron bo'lishi mumkindir ko'z bo'yicha. Lekin bu video tegishli joylarga yetib borsin. Iltimos, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev, iltimos sizdan bu videoga befarq bo'lmang. Imkon bo'lsa yordam qiling. Bu video birinchi o'rinda hamma ijtimoiy tarmoqqa tarqatishga ulgurmasligi mumkindir. Lekin nimaga yetib borishini ta'minlanglar. Iltimos sizlardan Yandex kompaniyasining direktorigacha yetib borishini ta'minlanglar.
Rahmat.